yoshlikda katta arishda orzu qilar ekansan-da. Katta bo'lgandan keyin ota-onang ko'zingning oldida keksayotgani sen shunchalar tushkunlikka tushirib qo'ygan, dardingni hech kimga ayta olmay qolgan ekansan. Hozir uyga kelganman, dadam davlenasi ko'tarilgan ekan. O'sha yoshlikni sog'indim. Dallada mol qo'y boqib, labim suvsizlikdan qurib qolgan vaqtlarni sog'indim. Zato tinchlik edi yoshlik vaqtim. Ota-onam yoshida. Endi men kattargan sari ota-onam keksayapti. Juda ham ko'ngilda bir xavotir. Hech kimga dard aytib bo'lmaydi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Menda to'xtash, qanaqadir bir zarra kabi problemalar uchun muzlab qolish niyati yo'q. Men Qashqadaryo Surxondaryoni haqiqiy bo'risiman. Chesni. Birov haqini yemayman. Hech qachon birovga yomon nazar bilan qaramayman. Faqat Allohdan so'rab, Alloh izmi bilan harakatimni davom ettiraman. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi. Surqash jonlaringiz sog' bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'raman. O'zbekistonim o'sha Oktagon Liganing novi qaroli, yangi qiroli davom ettiradi. Hali shunaqangi sizlarga narsalar ko'rsataman, shunaqangi janglar ko'rsataman. Sizlar shunchaki lazzat olib tomosha qilasizlar. Noldan emas, minuslardan chiqqan, oddiy haqdan chiqqan jaydar yigitni qilgan ishlari deysizlar. Malades deysizlar. O'g'lim senga o'xshasin deysizlar. Xudo xolasa shunaqa bo'ladi. Bu hikoya davom etadi. Hali to'xtab qolmaydi. Yazini bosamiz, jigarlarim.